Hozirgi kunda eng ko'p uchrayotgan kasalliklardan qandli diabet xastaligi, ya'ni qandli diabeti bor insonlarda doim bo'layotgan savollar, ya'ni qand miqdorini qanday bir xil me'yorda qonda ushlab turish mumkin degan savollar juda ko'p bo'lmoqda va bunga sizlar bilarmidilaring, aynan tabiiy organik bo'lgan mahsulotlar, ichimliklar orqali qondagi qand miqdorini doimiy nazorat qilishi mumkin ekanligini. Sizlarga aytib o'tadiganimiz birinchi navbatda shu qandli diabet o'zi qanday kasallik, qanday turlari bor, insonlarga qanday ziyon yetkazishi mumkin va qanday paydo bo'lib qolishi mumkin, shular haqida qisqacha tushuntirib beramiz. Xo'p, birinchi navbatda qandli diabet o'zi bu organizmda suv va uglegod almashuvi buzilishidan kelib chiqadigan xastalik hisoblanadi. Xo'p, bu kasallikning asosiy sabablari har bir insonda uchrayotgan ko'proq bo'ladigan qattiq stress, hayajonli holatlar, qo'rquv holatlari va gormonlar buzilishi va ortiqcha vazn asosiy sabab hisoblanadi. Xo'p, bundan tashqari hozirgi kunda insonlarda shu qaysidir ota-onasida gen orqali, ya'ni shu irsiy qaysidir avlodida bor va bundan ham uchrash holatlari kundan kunga ko'payib bormoqda. Bu holatlarda qandli diabetim bor deb har xil dori-darmonlar, har xil ichimliklar iste'mol qilib ko'rishyapti. Ayniqsa organizmga ziyoni ko'proq tegadigan mahsulotlardan ko'proq iste'mol qilishning oqibatida qandli diabetning asoratini biz kuchaytirib bormoqdamiz. Xo'p, bu holatlarda biz agar vaqtida bu kasallikni oldini olmasak, davolashga harakat qilmasak, nimalarga olib keladi? Birinchi navbatda shu insonlarda uchrayotgan qon qo'yalash holatlari, qandli diabet asorati. Qon qo'yalashish, qon bosimini tez ko'tarilib turishlari. Bundan tashqari bo'g'imlarda qaqshatqish, og'riqlar, bo'g'imlarda uyushlar, ya'ni tez uyushib turishlari. Doimiy bo'g'imlarda sekin bo'g'imlarda uchrayotgan mana xastaliklar, bo'g'im xastaliklari rivojlanib ketyapti hozirgi kunda. Va infarkt, insult ham aynan qon qo'yulashgandan keyin qandli diabetning asorati ham bo'lishi mumkin. Bu xastaliklarni doimiy oldini olish, ayniqsa shu qandli diabetning asoratlarini oldini olishda bizga doimiy yordam beradigan tabiiy organik mahsulotlar bular. Birinchi navbatda bizda ayniqsa shu Dr. Ali mahsulotlari ichida Dr. Ali choyi. Dr. Ali choyining o'zining tarkibida 25 xil giyoh bo'lib, bu giyohlar ichida sizlarga yana bitta stevia degan choy o'simlik haqida aytamiz. Stevia bu qondagi qand miqdorini ushlab turuvchi eng ajoyib va yagona o'simlik hisoblanadi. Bu o'simlikdagi tayyorlangan damlama choyimizni ichib yurish orqali qondagi qand miqdori sekin me'yorga tushadi. Nega? Chunki oshqozon osti bezi chobodalab, oshqozon osti bezida insulin gormon ishlab chiqarilmayotgani hisobiga qonda qand miqdori asta-sekin ortib bormoqda. Aynan shuning uchun ham biz ikkita turi bor deb aytib o'tamiz. Birinchisida shu insonlar doimiy insulin olib yurishadi. Ikkinchi turida insulin olishmaydi, faqatgina shu choy, damlamalar, har xil tabletkalar iste'mol qilib qondagi qand miqdorini bir xil me'yorda ushlab turishadi. Lekin bir xil me'yorda ushlab turdim degani, bu insonlarda bu xastalik butkul yo'qolyapti, buni davolayapti degan narsa emas. Nega? Chunki biz bir xil me'yorda ushlab turdi deganda insonlarda bir xil me'yor ushlab turadi, lekin bu asoratlar rivojlanib keta boshlaydi. Har xil asoratlar kelib chiqadi sanab o'tganimizdek. Shuning uchun ham biz har bitta qandli diabeti bor insonlarga yechim sifatida organik tabiiy bo'lgan mahsulotlar tavsiya qilib qolamiz. Ayniqsa shu aytib o'tgandek choyning o'zini tarkibida 25 xil giyoh bo'lib, qondagi qand miqdorini ushlab tura oladi. Qandli diabetning asosiy sabablarini yo'qotishga yordam beradi. Ya'ni qandli diabeti bor, doimiy kachka beryapti, qonda qand miqdori ortib boryapti, tushib ketyapti, ko'tarilib ketyapti, bu holatlarda yordam beruvchi giyohlardan tarkib topgan. Nimaga? Chunki bunga bir sabab bo'lishi mumkin. Yana biri bu ortiqcha vazn. Ortiqcha vaznni ham aynan bu choy orqali yo'qotish mumkin. Choy doimiy ichib yurish qondagi saharli, ya'ni keraksiz xolesterinlarni eritish orqali yordam beruvchi choy hisoblanadi. Doimiy kun davomida choy o'rnida iste'mol qilsa bo'ladi. Va ikkinchi mahsulotimiz hozirgi kunda har bitta qandli diabeti bor insonlarga tavsiya qilib kelmoqdamiz va ularda ham juda yaxshi natijalar, odzivlar bor. Bu Arigado Box mahsuloti. Arigado Box mahsuloti birinchi navbatda bu organizmni tozalab beradi. Ya'ni organizmda shu yoshgacha qandli diabetga uchragancha bo'lgan yig'ilgan shlaklar, ya'ni axlatlar butun organizmni tozalashga yordam beradi. Va bu orqali organizmda qon aylanishini yaxshilab beradi. Moddalar almashuvi me'yorga keltirib beradi va oshqozon osti bezi faoliyati asta-sekinlik bilan yaxshilanadi. Nega? Chunki buning tarkibidagi ayniqsa bu tabiiy organik mahsulotda oddiy mana achchiq tarvuz doimiy aytib o'tamiz, bu achchiq tarvuzni o'zi organizm tozalaganda yo'q qondagi qand miqdori tushishni boshlaydi. Va qon qo'yiq bo'lsa me'yorga kelishni boshlaydi. Hattoki bu orqali yurakka quvvat yaxshilanadi. Nega? Chunki yurak qon tomiridagi qonlar bir xil me'yorda yaxshi holatda aylanishni boshlaydi va yurak quvvati osha boshlaydi. Va bu orqali qandli diabetda uchrayotgan asoratlar aytib o'tganimizdek
bu Arigato Box orqali organizm tozalagandan keyin hujayralar erkin harakat qila boshlaydi va xolesterin miqdori kamayishni bor. Bu ortiqcha vazn yo'qotadi va infarkt, insultni oldini oladi va davolashda yordam beradi. Ayniqsa shu qandli diabetda bo'ladigan asosiy asoratlar va insulti bo'lganman, bo'g'imda qaqshatish, og'riqlar bor, qonim tinimsiz quyuqlashib ketyapti, qon bosim doim oshyapti. Aynan qandli diabeti bor insonlarda ham bu holat uchrayapti. Nima uchun? Birinchi navbatda aytib o'tganimizdek, ichib turgan har xil dori-darmonlari qandli diabetdagi qondagi qand miqdorini bir xil me'yorda ushlab turish uchun xolos. Aslida buni negizi, tomiri, buni kelib chiqish sabablari, bunga asosiy turtki berayotgan qondagi qand miqdorining ortib ketishiga o'tgan safargi ko'rsatuvlarda ham aytdik, jigar ham bo'lishi mumkin. Jigarda yog' bosib qolyapti, jigar asta-sekinlik bilan taqsimotda buzilyapti. Organizmda moddalar almashuvi buzilyapti. Buni hisobiga ham har xil xastaliklar rivojlanib kelyapti. Shuning uchun ham har bitta insonga biz aytib tushuntirib bormoqdamiz hozirgi kunda shu qandli diabeti bor, jigarda xastaligi bor insonlar ham organizmini organik tabiiy o'simliklardan tayyorlangan mahsulotlarni iste'mol qilish orqali davolasa ham bo'ladi va bir xil me'yorda ushlasa ham bo'ladi. Bu orqali nafaqat o'zi, balki kelajakda uchraydigan har xil xastaliklarni oldini olib qolish mumkin. Chunki har bitta analiz topshirib bizga kelayotgan qandli diabeti ortib ketgan insonlarda uchrayotgan xastaliklar kundan kunga ortib bormoqda. Qandli diabet bor, yondosh kasalliklar, qon bosim, infarkt, insult xavfi bor, jigar yog' bosishi bor, bo'g'imlarda qaqshatish, og'riq bor va biz buni yechim sifatida umumiy organik bo'lgan tabiiy mahsulotlarni iste'mol qildirish orqali butun organizmda uchrayotgan xastaliklarni birgalikda, ya'ni yondosh kasalliklarni ham yo'qotishga yordam beruvchi mahsulot tavsiya qilyapmiz.